Minecraft bugungi yangi videomga xush kelibsizlar. Bugungi yangi videoda biz suvda 24 soat yashab qolamiz. Quruqlikka esa chiqish yo'q. O'ylaymanki bu video sizlarga yoqadi va aktiv bo'lib turasizlar. Biz 203 taga chiqdik. Qanunda biz videoni cho'zolmasdan boshlaymiz. Osh. Qanunda ketdim suvga. Quruqlikka esa chiqish yo'q. Va bunda menga eshik yordam berib qoladi. Eshikni qo'yib yuboramiz. Ochil. Aynan bo'ldi. Do'stlar, bugungi yangi videoda men mana bu yerlarda 24 soat yashab qolishim kerak va quyosh mana qancha kelishi kerak. Ungacha chida olamanmi yoki yo'qmi bilmayman. Shular kerak bo'lib qolishi mumkin. Qani eshikni sindiramiz. Ura, pastga ko'msam bo'ldi. O'zi eshik menga tushib qoladi. Voy dod. Men bu videoda do'stlar mana bu tepasiga chiqa olaman. Faqat mana bu yerlarga chiqmashim kerak. Faqat suvda 24 soat yashab qolishim kerak. O'ylaymanki do'stlar, sizlarga bu video yoqadi degan umiddaman. Yerda birinchi marta ko'rib turibman. Atga menda mana bu narsalar bor. Xo'sh. Deb qorong'i tushmayapti, men qorong'i tushyaptimikan deb o'ylabman. Qorong'ida esa bosslar paydo bo'ladi. Tezroq. Xo'sh. Suvchi o'zi mana bu yerlarda eshitdi. Ana nima bo'ldi? Hech narsa qilmaydi-yu. Voy, o'sir bordi. Xo'sh, do'stlar, albatta obuna bo'lib qo'yinglar. Yana o'sir bordi. Lekin hali mana bu joyda. Sen men quruqlikka chiqib ketyapsan, yaramas. O'ldi. Menda bu xolos paypa. To'ra baqajonmi xolos. Suvda qolay. Qilaman. 24 soat yashab qolishim kerak suvda. Nelarga boraymi ekan do'stlar? Boraman. Eshik qolaversin, baribir menda ko'p. Loydan olib paypasan nima yasa bo'lardi? Baqlajonni hech bor.
Suvda menimcha hech baliq hujum qilmayapti menga. Oson kechyapti bu. Yerga chiqmashim kerak. Muhimi yerga. Men yerdan uzoqlashib oldim. Ancha. Yo'q. Sevib ketyapman bunaqa suzorib. Ana u katta joyga qo'yaman. Suvda katta joylar ko'p ekan do'stlar. Qaranglar. Oho. Hatto ko'zim og'zim ochilib qolyapti bunaqa narsalarni ko'rib. Oho. Har xil bosslar degandek. Do'stlar, nimaga men mana shu yerga chiqishim kerak aytaymi? Chunki bu videoda men suvdan chiqmashim kerak. Yerga chiqishim mumkin. Yerga deyman. Ha. Yerga chiqmashim kerak. Mana suvdan mana bu tepasiga chiqishim mumkin. Lekin yerga chiqa olaman. Oy, qorong'i ketdi. O'laman. Yo'q. O'lmay qolay. 24 soat yashab qolishim kerak. Vah. Yo, cho'kib ketyapman. O atigi bitta pek. Vosh. Loyim bor. Bayog'im bor. Shu yerda dam olib olaylik. Har xil bosslarni ko'rib turibman. Ana chiquvchi qo'ydagana. Vosh. Do'stlar, keyingi videoda mana bu cho'lda bo'lib o'tadi. Cho'lda esa mana bu qasrni topishim kerak bo'ladi. O'ylaymanki bu video menimcha oson bo'ladi. Sizlarni buzardim. Eshikni chiqqilatishim. Yerga chiqmashim kerak. Ana. Do'stlar, qanaqa hosil bo'ldi? O'zlaringizga kommentga yozib ketinglar. Ana. Lekin men bunaqa emasman. O'shancha yo'raman. Rosa shuncha loyib bo'ldim. Suvdan chiqmasdan. Mana shuni ham ko'rib olishim kerak. O'zi qorong'i ham tushib qolyapti do'stlar. Va nihoyat bu challenge tugaydi. Yo'q. Ana bo'ldi. Faqat yerga chiqib ketmasam bo'ldi, lekin men yerda turaveraman. Chunki bilasizlar, suvda yashab qolishim kerak emas. Suvda. Faqat endi suvda yuramanmi? Ahmoq o'xshab.
Kasal bo'lib qolaman axir. Qaranglar, qo'lim qizarib ketdi. Qorong'i ham tushyapti. Men esa yo'limda davom etaman. Qorong'i tushyapti do'stlar. Va nihoyat bu challenge tugayapti. Gamingga quruqlikka chiqib boraman. Urra! Chunki men quruqlikda oldiga borib tura olaman. Va nihoyat do'stlar, shu bilan video o'zlariga yetdi. Yangi videolargacha ko'rishguncha o'ylaymanki bu video sizlarga yoqdi. Albatta obuna bo'lib qo'yinglar, kanalga like bosishni va obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videolargacha ko'rishguncha